Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Huzuringlarda ustoz Muhammad Yusufning Qur'oni Karim qandoq kitob nomli asari. Yoqtirib anglag'aysizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. 5. Tibbiy dalillar. 1. Hasalning shifoliq ekanligi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Rabbing hasal harisiga, tog'larga, daraxtlarga va kishilar yasagan sanduqlarga uvi tuzgin. Ondan keyin turlik meyvelerden yegin. Rabbing sana o'ng'aylashtirib bergan yo'llarda yurgin deb ilhom berdi. Uning qornidan insonlarga shifo bo'ladigan xilma-xil ranglik ichimlik hasal chiqadi. Buningda tafakkur qiladigan qavm uchun ibrat bor deydi. Sura Nahl 69-70 oyatlar. Tarixdan beri insonlar hasalning shifoliq ekanligini uzun yillik amaliy tajribalar bilan isbotlagan bo'lsa-mu, kunimizdagi zamonaviylashgan meditsina ilmi soyasida uni qat'iy shak qabul qilmaydigan ilmiy haqiqatga aylantirgan. Hasalning shifoliq taraflari nihoyat ko'pdir. Qisqasi, doktorlar uni ko'plagan har xil kasallarning iste'mol qilishini tavsiya qilmoqda. Hasalda mikroblarga qarshi moddami bo'lg'achqa, uni ko'yiklarga, yaralarga suvashning foydali ekanligini so'zlamoqda. Bundan boshqa buvoqlarning at ilishi va tan sog'lig'ini saqlashi uchun ularga hasal yegizishni tavsiya qilmoqda. Tibbiy mutaxassislari tarafidan bir jup ishki kezakning biriga kunda ma'lum miqdorda hasal iste'mol qildirish bilan ilib berilgan tajriba natijasida 2 oylik muddat ichida kunligi ma'lum miqdorda hasal iste'mol qilgan buvoqning eg'irligi hasal iste'mol qilmagan buvoqning eg'irligidan 2 kilogramm ortiq kelgan. 2. Buvoqqa ona sutini eng oz 2 yil emitish lozim ekanligini dastlab Qur'oni Karim so'zlagan. Texi 5-10 yil burunli o'zlari yasab chiqqan sunniy sutni maqtab, amdi ona sutining keragi yo'q deb davrang salgan Yevropaliklar amdilikda fan texnikaning yordami orqasida bu haqiqatni tushunib, buvoqlarga ona sutini eng oz deganda 1-2 yil berishning zarur ekanligini ta'kidlamoqda. 3. Tozalik, pokizlik musulmonlarda milodiya 6-asrning boshlaridan beri eng muqaddas sanalib kelgan bir an'ana bo'lsa, Yevropada texi 1800-yillarga kelgicha taratxona moncha deydigan narsalarning yo'q ekanligi tarixlardan ma'lum. 1500-yili sharqni kezgan ba'zi yevropaliklar musulmonlarning tozaliqqa alohida ahamiyat beradiganligini va har bir uyning maxsus taratxonasi, maxsus monchasi borligini ko'rib, sharq to'g'riliq ijobiy asarlarni yozgan ekan. Ammo musulmonlar Qur'onning tarbiyasi bilan payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomning boshchiligida oz deganda haftada 2-3 qitim monchaga kirishning, saqal burutlarni va qo'l putlarning tirnoqlarini haftada 1 qitim qisqartib tozalab turishning, kunda 5 vaqt namoz uchun 5 qitim tahorat ilib, og'iz, burun, qo'l, put va yuzlarini 5 qitim yuvishning, gohida butun badanini yuvib g'usl qilishning, kiyim koni bo'lsa-mu, yuyib chiroylik, pokiz kiyishning, ommaviy faoliyatlarga jamoat bilan o'qiladigan namozlarga berishdan burun yuyinib, o'ziga xushpuroqlik buyumlarni chechib berishning naqadar muhim an'ana va esil madaniyat ekanligini o'rgatib va amal qilib kelgan. 4. Aroqning tan sog'lig'iga ziyonli ekanligini eng avval Qur'on so'zlagan. Hatto payg'ambar alayhisalom aroqning ezi va ko'pi baribir o'xshashli harom va tan sog'lig'iga ziyonli ekanligini bayon qilgan. Hozir fan texnikaning soyasida aroqning ziyni nihoyatda aniq va shak qabul qilmaydigan darajada isbotlanmoqda. Aroqning hujayralarda, xususan manga hujayralarda sozilma xarakterli kasalliklarni paydo qiladiganligi zamonimizda ilmiy haqiqatga aylangan. Oz miqdorda iste'mol qilingan aroqning ta'siri hamon bilinmagan bilan asta-asta odam jismini ojizlashtirib yetadiganligi va har turli kasallarga yo'l ochadiganligi bir ilmiy haqiqatdir. Aroqning ziyni to'g'riliq ko'p so'zlashning hojati yo'q deb qarayman. Chunki har kim uning ziyonli ekanligini obdan biladi. Qisqasi, insonlar jamiyatida qandoqli bir nachar illat va axloqsizlik bo'lsa, uning orqasida cho'qim aroqning borligi bayqalmoqda. Yuqorqi ilmiy haqiqatlarni bundan 14 asr burungi zamonlarning sharoitida Muhammad alayhisalomdek o'qish va yozishni bilmaydigan, ilmiy kashfiyotlarni ochadigan ilm-fanga yoki hozirgidek zamonaviy apparatlarga ega bo'lmagan savodsiz birsining bilalishi mumkinmi? Buningdan ma'lumki, Qur'oni Karimning Alloh taoloning so'zi ekanligida qilchi shak yo'q. 6. İjtimoiy dalillar. 1. Bolalar huquqi. Milodiya 6-asrga kelguchilik tug'ilgan buvoqlarning qiz bo'lishi jiddiy bir ayib edi. Yolg'iz arab yerim orladila emas, balki ko'pincha allarda ahvol shundoq edi. Faqat yangidan islom dinining kelishi bu vaziyatni tubdan o'zgartirib o'tdi. Qur'oni Karimning ko'rsatmasiga asosan bolalar hurdir, qiz o'g'illar hurmatda o'xshash tug'iladi va o'xshash muomala qilinadi. Bolalar mol-mulk egasi bo'la oladi. Ular uchun kelgan hadiyalar, yordamlar va ularga otib etilgan mol-mulklar ularga balog'at yoshiga yetib, aql idroqqa ega bo'lganga qadar yaxshi muhofazat qilinib saqlanadi. Keyinmi ularning ruxsatisiz
qo'llanilmaydi. Bolalarga go'zal ismlarni qo'yish kerak. Bolalarni o'qitish va yaxshi tarbiyalash ota-onalarning ustidagi muhim farzlarning biri. Bolalarni 10 yoshga kirganga qadar urishga bo'lmaydi. Bolalarning uylik o'choqliq bo'lganga qadar barliq chiqimlari otasining ustiga yuklanadi. Kichik bolalarni maishatning tirikchiliklariga sherik qilib olishga bo'lmaydi. Bolalarga ziyonkashlik qilinmaydi. Bolalar uchun beddua qilinmaydi. Bolalar orasida adolatli bo'lish kerak. Birini deb boshqalarini ranjitishga bo'lmaydi. Dunyoda bolalar huquqi bayonnomasining e'lon qilinishi 20-asrning bir yangiligi bo'ldi. Ma'lumki, Qur'onning bolalar uchun bergan hurmati va ahamiyati dunyodagi hech qanday bir qonunda tepilmaydi. Tabiiyki, ota-onalarning bolalarini xo'rlamasligi va ularning haq-huquqlarini to'liq ado qilishi uchun yerlik qonunlar ishga yaramaydi. Chunki davlatlarning qonunlari uy ichiga yaramaydi. Qonun faqat ota-onalarning yuragidan chiqishi lozim. Bu bo'lsa-mu, bir hisob kunining bo'ladiganligiga ishonish va bolalarning haq-huquqlarini qo'g'damaslikning jazosini cho'qim ko'rdiganligini bilish orqali amalga oshadi. Ikkinchi, ayollar huquqi. Bundan 14 asr burun dunyo tarixida birinchi qitim ayollarning erlarga o'xshash hur va hurmatli inson ekanligi, ularning erlarga o'xshash haq-huquqqa mustaqil egilik tiklashga ega ekanligi e'lon qilindi. Buni islom dini e'lon qildi. Texi milodiyaning 1700-yillari Fransiyada ayollarning inson ekanligi yoki boshqa bir jins ekanligi to'g'riliq jiddiy talash-tortishlar bo'lib o'tgan ekan. 6-asrning sharoitida ayollar dunyoning qandoqli yerda bo'lmasin qul o'rnida ko'riladi. Yahudi dinida ayollar shaytonlarning bir turi deb qaralgan bo'lsa, Buddizmda ayollar jin deb qaraladi. Hindilarning dinida bo'lsa, vabo, kasallik va boshqa baxtsizliklar ayollarning sababidan bo'ladi deb qaraladi. Hindilar eri o'lgan ayolni tirik turg'izib eri bilan birga kuydiradi. Hozirmi bu odat ularning qisman mazhablarida hukm surmoqda. Faqat islom dini borliqqa kelgandan keyin Qur'oni Karimning ijtimoiy ishlar qonunida ayollarning haq-huquqlari belgilanib, ularning shon-sharifi ko'tarildi. Shu vaqtlarning sharoitida dunyoning hamma yerida, xususan Arab yarim orlida ayollar miros o'rnida qo'llaniladi. Ularning ota-onasi qoldirgan mol-mulklardan miros olish huquqi yo'q edi. Ammo islom dini kelgandan keyin ularga tövandagi haq-huquqlarni belgiladi. Ayollar hurmatda va haq-huquqlarda erlarga o'xshashdir. Ayollarning miros olish va o'zining mol-mulklarini erining ruxsatisiz xolig'inicha tasarruf qilish huquqi bor. Erning iqtisodiy sharoiti yetarli bo'lsa, ayoliga xizmatchi tutib bergani yaxshi. Ayollarning eri va ota-onasidan mustaqil egilik tiklash huquqi bor. Ayollar qandoqli sharoitda bo'lmasin, ularning o'qish, o'rganish erkinligi bor. Ayollarning erlarga o'xshash o'zi xohlagan birisi bilan turmush qurish, agar baxtli bo'lmagan holatda yetarlik o'zir bilan ajrish huquqi bor. Ayollarni urib, tillashga va xo'rlashga bo'lmaydi. Ayollar tug'ishni xolasa, ularni tug'ishdan ma'ni qilishga bo'lmaydi. Ayollarni pul tepishga zo'rlashga bo'lmaydi. Ayollar oilaning ehtiyojlarini qamdashga zo'rlanmaydi. Yuqorqi haq-huquqlar milodiya 6-asrda e'lon qilingan bo'lsa-mu, Yevropada va islom doirasining sirtidagi allarda texi 18-asrga qadar birdek e'tirof qilinmay kelgan edi. 1940-yillardan boshlab dunyoga dongliq universitetlardan Oxford va Cambridge universitetlari qizlarning o'qish, o'rganish huquqini e'tirof qilib, mazkur universitetlarga qabul qilinadigan o'quvchilar sonining 25% bilan 40%ni qizlardan elish qarorini chiqargan bo'lsa, islom dini 6-asrda qiz o'g'illarning ta'lim olishda o'xshash huquqqa ega ekanligini e'lon qilib qolmasdan, o'qish, o'rganish, er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir musulmon kishi uchun farzdir deb belgilagan. Milodiya 6-asrning sharoitiga qaraydigan bo'lsak, bundaq har qaysi asrlarning sharoitiga va kishilarning manfaatiga uyg'un keladigan adolatlik va esil qonunlarni Hazrat Muhammad alayhisalomdek Allohning ilohiy maktabidan boshqa maktab ko'rmagan, o'qish va yozishni o'rganmagan bir ummiy payg'ambarning lohilab chiqishi mumkin emas. Balki shu vaqtdagi alohida ta'lim ko'rgan va bu soda favqulodda atrofli yetishgan insonlarning bundaq esil qonunlarni lohilab chiqarishi tasavvurdan yiroq albatta. Undaqda Qur'oni Karim belgilagan bu qonunlar nadin keldi? Shubhisizki Allohdan keldi. Shuni aniq tushunish kerakki, o'tmishdagi voqealiklarni zamonimizga qiyos qilib tushunadigan bo'lsak, tarix falsafasiga ko'ra cho'ng xatoliklarga tushib qolamiz. Shunga har qanday voqealik va hodisalarni shu zamonlarning sharoitiga va insonlarning bilim saviyasi jihatdagi ahvoliga qarab tushunish ilm ahlining metodidir. Xususan, tarixni yakunlashda cho'ng asosdir. Zamonimizda oddiy sanalgan ishlar o'tmishdagilar uchun cho'ng bilimlar edi. Oddiysi zamonimizga televiziya, sin olg'u, un olg'u, kompyuter, antena, internet va boshqalar texi 100 yil burungi insonlarning aqliga ko'ra mumkin emas ishlardan edi. Bu ishlar ularning xiyoliga kirmaydi.
Zamonimizga 6-7 yoshlik bolalar mikrob va bakteriyalarni biladi. Ammo ulug' olim Farabiy yashagan zamonlarda mikrob bilan bakteriyaning mavjud ekanligini tadqiq qilish ishimi alohida cho'ng bilim solinadi.